xursand bo'lsangiz ham gormonlar adashib ketib, follikul vaqtida yorilmaydi. Endi kreslada ko'rib olaman, chunki mana shu sistit deganingiz, balki u sistit emas, bu jenskiy tomondan agar pasayish bo'lsa, opущение matka bo'lsa, shunaqa tez mana bu sidik usholmay qoladi. Sidik yo'llarida. Sistit bu shamollash. Uni anaqa analiz topshirasiz. Baribir men sizga yozib beraman. Analiz обязательно, без analiz umuman sistitni davolab bo'lmaydi. Sistit degan diagnoz qo'yib bo'lmaydi analiz qilmasdan. Chunki sistitning o'zini belgilari bor, og'riqlar bo'ladi, achishlar bo'ladi, analizda shamollash chiqadi, infeksiya chiqadi analizda. O'shanga qarab davolash kerak. Hayronman, qanday davolagansiz? Shuda bu sistit emas, bu boshqa sabab. O'shani hozirganimda, shu, buni sabab boshqa, ko'proq mana shu qiynalganda, matka opущение